Demak, biz boshladik azizlar. Kuzatib borayotganingiz Sherali Berdiyev YouTube kanali. Biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Azizlar, bugungi suhbatdoshim Qashqadaryoning eng katta chetkirlar quroli, agar chetkir deyishga to'g'ri keladigan bo'lsa, Ilyos Chobag'on bilan suhbat qilamiz. Polvon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polvon aka, avvalo suhbatga rozi bo'lganingiz uchun, taklifimizga yo'q demay rozi bo'lganingiz uchun, avvalo bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar nomidan, qolaversa sizni muxlislaringiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Polvon aka, avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. O'zim Arabxona qishlog'idanman. O'zimdan. Qipchoq qishlog'iga turganman asli bu yerga. Dalaga turganmiz. 16-17 yoshlarimdan ot chopib boshlaganman-da. U paytda shu qoqma chopib boshlaganmisiz? Ha, qoqma chopib boshlaganman. Katta ko'pkariga necha yoshdan boshlagansiz? Katta ko'pkariga shu 17-18 yoshlarimdan keyin katta ko'pkariga asliga keyin shu qaroatcha bilan bir qaroat bilan shu bir sarka chayirdim-da. Birinchi ayirgan zotingiz? Ha. Yo'q. Birinchi ayirgan zotim bir sarka ayirganman sherga o'zimizdan. Keyin buvam suyunib qoldi, sarkani ko'tarib otga ortib uyga ketib, shundan keyin qiziqib ketganman-da. Endi yoshlikdan chopganlarimda yoshlikdan shu dadam rahmatli bilan ko'pkarlarga borganman, qiziqib. Keyin dadamga ot olib bering. Dadam menda chopganda ot. Kam bo'lsa ham yaxshi chopgan. "Ey, sen chavmagin, kerak yo'q" deganda, keyin o'zim qiziqib shu piyoda viling minib ketib boraydim-da. Ko'pkarlarga. Keyin shu ko'pkari bo'layotgan ekan, bir Isroil aka degan akamiz, o'zimiz mahalladosh. Keyin shu murodchasi bor ekan, "Men seni ham otang ot chopgan, mana buni minib ko'r qaniki" dedi. Minganga shu joyga 2-3 ming ayirganman. Necha yosh bo'lgansiz o'sha payt? O'sha paytlar 16-17 shu yilda yoshlar bu, 16 yoshlar, 17 yoshlar bo'lganda. Keyin shu 2-3 ayirdim, keyin mana chavsang bo'layotgan deb xursand bo'lib qolib, keyin bizlarga uncha dadam o'zi chavgani uchun bir ikki marta yiqilgan, ot sudrab ketgan, shundaylar bo'lgani uchun sara chavmanglar degan maqsadga qo'ymagan. Keyin shu o'zim qiziqib mol-hollarga qarab, ishlarga qarab, shu bir 10 kilometrga piyoda borib, shu otlarni minib kelib, ko'pkariga minib kelib, piyoda borib, kechalari piyoda otlarni baylab, piyoda uyimga kelib, shunday ishga qurganib chopganman. Asliga shu Isroil aka sababchi bo'lgan bizga. Ha, bizga otni ishga chopib. Endi Polvon aka, o'sha har bir insonni o'zini sevgan kasbi yoki umuman olganda har bir polvon bo'ladimi, otvoz bo'ladimi, boshqa kasb egasi bo'ladimi, o'zini birinchi ustozi bo'ladi-da. Shu birinchi ustozingiz haqida gaplashsak. Sizni ko'pkariga yetaklagan ustozlaringiz. Men asliga shu otam tomoshaga olib borgan. Boshqa hech kim ustozlik qilmagan lekin. Demak, otangiz chavandoz bo'lgan, ha? Ha, chavandoz bo'lgan. Bugun sizlarni sayohat va yangi taassurotlar olamiga chorlaydigan Vegas Travel bilan tanishtiraman. Qani ketdik. Vegas Travel bu dunyoning eng mashhur yo'nalishlariga qulay, ishonchli, sifatli sayohatlarni tashkil etuvchi zamonaviy turistik agentlik. Vegas Travel bilan Turkiya, Dubay, Maldiv orollari va barcha Yevropa mamlakatlariga sayohat qiling. Shuningdek, aviachiptalar, mehmonxonalar hamda viza xizmatlarini professional tarzda taqdim etadi. Agar siz unutilmas damni reja qilgan bo'lsangiz, Vegas Travel siz uchun eng to'g'ri tanlov. Vegas Travel, dunyo sizni kutmoqda. Birinchi ustozi otangiz ekanda. Sizni bugungi kunda sizni ko'pchilik Ilyos chetkir deb taniladi-da. O'zi aslida chetkirmisiz yo yerdan olasizmi? Shuni ham bir ochiqlab ketsak. Yo, yerdan ko'p cholganman otlar. Yerdan
Chinorni chopganman, baxtdan 14 dan Toshqo'rg'on degan otlarda. Yerdan juda ko'p ot chopganman. U tomonlarga chiqsam, ko'talgan chetdan endi juda mana hobbi bo'lib yerdan ko'talgandan ko'p ayirmasam, yerdan chopaman. Bo'lmasa ko'talgandan chopib shunday. Misol ko'tarilganni boshida ko'tarilgandan chopib boshlagansizmi yo yerdanmi? Ya yerdan chopganman. Yerdan chopgansiz. Yerdan. Demak, ko'tarilgandan chopishni qachondan boshlagansiz? Endi men yer chotni minsam yerdan chavganman, ko'talgandan otni mingan bo'lsam ko'talgandan chavganman-da. O'zi qaysi biri qulay sizga? Endi yaxshi otlar bo'lsa yerchi ham qulay. Zo'r. Endi meni otlarim endi bari ko'talgandan bo'lganini evaziga shu ko'talgandan ko'p haydashga ko'p qiziqaman. Shu endi ko'p haydaganim ham. O'zi bu aslida mana ko'tarilgandan chopish o'zi yerdan chopishdan ko'ra menimcha qiyinroq deb o'ylayman-da. Chunki birinchidan har bir insonni ko'ziga yomon ko'rinasiz. Har bir polvonni, kerak bo'lsa otvozni ham ko'ziga yomon ko'rinasiz, bu bir. Ikkinchisi kimnidir mehnatini misol sindirib qo'yish degan narsa ham bor-da. Sizdagi juda ko'p kuzatganmiz, o'sha ushlashgandan keyin iloji boricha olib ketgansizda, uzib olib ketgansizda. Agar uzib olib keta olmasangiz, qanday vaziyatlar bo'lgan, shu vaziyatlar bilan gaplashsak agar. Uzib olib keta olmagan vaqtim, shu olib keta olmagan, shundan tortib olib ketgan odamdan kelib uzr so'ragan bo'lishim kerak. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lganmi? Kam bo'lganda. Judalar. Qaysi vaziyatlarda shu o'zingiz ham oqlay olmay qolgansiz shu? Endi qandaydir bir ot-potga urilib, yakkarim u jak ko'p bo'lmagan, ayrim bitta ikkitasiga bo'lmagan bo'lsa, undan umuman bo'lmagan menga kam bo'lgan. Misol uchun mendan ko'p o'zimizda shana ular chetkinlar tortgan vaqtda ularga aytganman-da, mayli mendan tortib olginu, lekin harom tushirib ketma. Halollab yesang men xursandman deganman. U sizdan ham chetkirlar ushlashadimi? Ya endi ko'plar ushlashadi, yopishib narsa qiladi-da. Shunday deganman-da, lekin shu birovni mehnatini tushirib ketmaslikka, harom qilmaslikka harakat qilganman. Lekin halollab ayirganman. Unday voqea kam bo'lgan. Endi yakkarim bo'lgan bo'lsa uzr so'raganman. Lekin men kamdan kam ko'rganman chetkirlar ushlashishini. Lekin chetkirlar yerchilga ushlashganini ko'rganman. 2 ta 3 ta bo'lib ham shu yerchilga ushlashganini ko'rganman chetkirlar. Lekin chetkir ushlashganini lekin uncha kuzatmagan ekanman. Yo'q, endi gapingizdan men ko'p unday ko'p yer chetkir chopmayman-da. Men deyarli takan ustidan chopaman, xurani ichidan chopaman. Chetdan uloq ko'p chopmayman. Yakkarim bir juda kam unday chetdan. Faqat surdovni ichidan. Endi chetkir degan to taka chiqib u kelgancha ushlanar ekan, lekin men xurani ichidan ushlayman. U xurani ichidan hamma ham ushlaydi-da. Hamma ham ushlaydi. Lekin xurani ichidan ushlayman ko'p chetdan. Shuning uchun ham sizni shu chetkirlar qirol desa kerak-da. U qirol deganda bu yerda to'g'ri ma'noda tushunish kerak. O'sha Qur'onni ichidan hamma ham unaqa qila olmaydi. Ichidan ushlaydiganlar ko'p, lekin eplay olmaydiganlari bor-da, ko'pchilik eplay olmaydi-da. Shu otidan ayira olmaydi yoki nimadir bo'ladi, tushiradi. Sizda shuning uchun ham chetkirlar qirolni deb ta'riflashga siz rozimisiz? Ya mayli, rahmat. Uni men emas, uni shu tomoshabinlar juda ko'pchilik mana kommentariyalarda ko'rganman-da. Ilyos Chobag'on haqiqiy chetkirlar qiroli deb yozganda, o'shandan ko'rib men ham shu nimaga to'xtamga kelganman-da. Demak, Balon aka, mana Qashqadaryoning qariyb hamma joyiga borib chopgansiz-da. Yana qaysi viloyatlarga borib chopgansiz? Ko'pincha endi men shu Surxondaryoga bordim, shu bu tomonlarga, mana bu nima desam bo'ladi, Dehqonobod, shu tomonlarga, bu Chiroqchi, shu tomonlarga, boshqa Buxorolarga borib chopdim. Toshkentga, Marraga ham borib chopdim, ular chopa olmadik. Ular yetakli ekan. Keyin bir otini tortib yiqitib ketdimmi, keyin bizni urmoqchi bo'lib qoldi ko'p o'ylashib. Ularda shunaqa ekan. Shunday. Buxorolarga ham Buxoroda ham shunaqa-ku pashta yetaklaydi. Yetaklaydi-da. Shu kelib ushlagan vaqtim sherik deb shunday garan qilaydi. Ya, ularda shunaqa, mana misol uchun
Men Toshkent viloyatining ko'pkarlariga ko'p borib kuzatganman. U yerda mana orqa polvondirkanda, orqa polvondirkan yerdan olib beradigan. Ha, shunday. Ko'pchilik orqa polvon sotib olar ekan. Ha, Yerchil o'zimizda yerchil deydi. Yerchil polvon sotib olar ekanda, o'sha ustida rozi qilar ekan keyin. ha. Shuni olib bergan paytda shu darajada men hayron qolgan jihatim bor. Sizni misol uchun yerchil bo'lsangiz, shunda olib bergan ko'targan paytda shunday qaray ekansizda kimga berishdi. Ha, shunday. Yoki menga yoki boshqa yonimdagi kim turgan bo'lsa, hammasi birdan so'ray ekan. Agar kelishilgan bo'lsa, kimgadir berasiz. Agar hali kelishmagan bo'lsangiz, shu joyida kelishsangiz bo'lar ekanda u yoqlarda. Men ko'p o'sha suhbat qilganlarimda mana shu narsalarga amin bo'lganman-da. Mayli, ularning ko'pkarisi ham zo'r ko'pkari, yomon demaymiz. Ular chunki bu marradan bu marra orasi kamida 500-600 metr bo'ladi. 500-600 metrga takani bosib, otni ustida muvozanat saqlab kelishni o'zi bo'lmaydi. To'g'rimi? Shunday. Ularning ko'pkarisi ham zo'r. Endi balkim bizning ko'pkari ularga yoqmas. U bizlarga yoqadi chunki bizlar haqiqiy ko'pkari bizlarda deb o'ylaymiz. Shunday. Endi mana Polvon aka juda ko'pchilikni qiziqtirgan bitta savol bermoqchiman-da. O'sha ko'pchilik katta polvonlardan ayniqsa tortib olasizda. Shunday. O'sha paytlarda qanday vaziyatlarga to'g'ri kelgansiz? Misol janjalli vaziyatlarmi yoki otbozlar sizda qanaqadir bir bosimlar bo'lganmi? Shu haqida aytib o'tsangiz. Endi shu joyga nima desam bo'ladi? Yo, bo'lgan u polvonlar ham, otbozlar ham so'kib, urushib, narsa qilgan vaqti xo'p, rahmat deb ketganman. Lekin yoqalashmaysiz, urushmaysiz. Yo'q, rahmat bo'ldi deb ketganman. Keyin bu ko'pkarisiga keyin yarashib narsa qilib ketganmizlar. Shu janjal bo'lgan vaziyatlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. Saql bir qamchi bir ham urgan. Yo'q. Ha, shunday joylari ham bo'lgan. Keyin bu qishloqlari mani bir kamiga bir 50-60 odamlar toshlab urib quvgan joylari ham bo'lgan. Kit degan. Qaysi qishloqda bo'lgan? Shu deqanotlar bir deqanotga bir ikkita to'yga urib quvgan mani ko'pchilik tosh bilan. Endi to'xtamay tortib olaverganman-da. Chiqorgani qo'ymay to'xtamay tortib olavergan joylarimga urib quvgan joylari bo'lgan. Otbozlardan bosimlar ham bo'lganmi? Ha, endi otbozlar ham ket degandan keyin ot egalari ham ket berga kelmagin deb urib quvgan joylari bo'lgan. Ko'p kishilik, bir yarim qishloq urib quvgan joylari bo'lgan. O'sha paytlardami yo hozir kunlarda ham shunaqa vaziyatlar? Yo'q, hozirgi paytlarga emas. Bundan bir 5 yillar ilgari shunday 5 yillar bo'lib qoldimi shunday. Shu vaqtlar juda qattiq tortganman-da. Hozirchi misol shu tortayotgan paytingiz baribir endi polvonlarda hammasi ham qadrdon bir-biriga-da. Shu qo'yib yubor desa qo'yib yuborasizmi? Ha, qo'yib yuboraman, ko'p qo'yib yuboraman. Sizga ham shu qo'yib yuborgan paytlar ham bo'lganmi? Menga qo'yurmaydi lekin. Chunki qo'yurmaydi lekin menga hech kim. Lekin menga qo'yir desa, men ko'p polvonlarga qo'yirganman, juda ham. Siz endi sizga qo'yib yubormasligining sababi bitta bo'lishi mumkin-da. Misol uchun siz yana ham ushlab olaverasiz, lekin yana ular taka ya ko'tarolmaydi-da, u tomoni ham bor-da, to'g'rimi? Shunday. Qo'yib yubor degan joylariga ko'pincha qo'yib yuborganman. Ko'plari biladi ham. Qo'yib yuborganman. Mana juda ko'pchilik polvonlarni tortishgansiz-da, uloq tortishgansiz. Qaysi polvon taqimi juda mahkam? Hozirgi endi ochiq oydin aytsangiz bo'ladi buni. Hozirlardan keyin hozir yaxshi polvonlardan ana u bor. Pazzi bor. Pazzini ham taqimi mahkam. Keyin Mirzoyam, Shahzod ham shular taqim juda mahkam. Zo'r. U tomon tog'di polvonlardan-chi? Tog'di polvonlaridan u tomondan lekin ipli bo'lmasa tez olib qo'yganman. Ipli to'yga lekin to'g'ri. Ipli to'yda ham olganlaringizni ko'rganmiz-da. Ha, ipli to'ylarga ham. Ipli to'ylarda ham olganlaringizni ko'rganmiz. O'sha
ipni endi ko'pchilik ip bo'lgani bilan taqimni mahkamlamaydi-da. Ha, shunday. O'sha ipda taqimni mahkamlar kimlar bizga tomonda bu tog' taraflarda? Endi ipli taq hammasi ham mahkam soladi ipliga. Hammasi ham bir misol uchun bitta ikkitasi bo'lmasa ham bari ipga kelganga. Ko'pidan ushlaganman endi tortib ipli to'yga ham tortib olib qo'lishi mumkinlar, lekin olib borib araga ot solib ketib to'daga qo'yib borib qutulib ketgan joylari bo'lgan, ko'plaridan ola olmaganman. Ipli to'ylarga. Endi polvonlar hammasini taniyman, ko'p ismini bilmayman deb esimdan chiqarib qo'yganman-da. Hammasidan ham tortib narsa qilganmiz. Eng katta ayirgan zotingizni eslay olasizmi? Birinchi boshlagan paytlaringiz ko'pkarida. Eng katta birinchi ayirgan zotim. Birinchi ho'kiz ayirganmi deyman-da men. Birinchi deqanotdan ho'kiz ayirganman-da. Qaysi otda? Yillarini ham ayta olasizmi? Yo'q, ular unday ko'p esimga yo'q. Shu Jo'raxon Yeshonbon otlarini ham ayiruvdimmi deyman-da. Endi unday endi esimga qolmaganda, lekin qaysi otlar unday. O'sha paytda qanday kechirmalar o'tgan qalbingizdan? Baribir odam juda ham birinchi katta zot ayirsa, judalar xursand bo'lganman. Endi o'zimizga guvohlar uni ho'kiz hamma ayraydi-da. Men ham ayrarmikanman, chavog'im bo'larmanmikan dedim-da. Keyin shu ayrib narsa qilib boshlagandan keyin shu katta birinchi zot ayirganimga shu eslayman, shu deqanotdan ayiruvdim-da, shu Eshonbon otlari bilan ayiruvdim. Juda xursandlar bo'lganman, judalar. O'zimga yo'q. Shu ancha vaqtlar xursand bo'lib yurganman. O'zi Palon aka, mana ko'pkari bu haqiqiy bir mard palonlarning ishida siz buni qanday chopasiz? Misol uchun kasb qilib chopasizmi yoki umuman olganda sizni qiziqish hobbingizmi? Yo'q, men juda sevib chopaman. Kasb qilib chopasiz. Shuni orqasidan ro'zg'or ham tebratasizmi? Yoki tirikchiligingiz boshqa? Yo'q, endi unday yolg'on gapirsak ham bo'lmaydi, yo tirikchiligimiz ham o'tadi-yu. Lekin juda o'zim shu bir xil joylarga, ko'pkarlarga borsam ayronmay kelib uyga kirmay uxlayotgan, kirmay joylarim ham bo'ladi. Yo'q. Juda xafa bo'laman. Ayirolmay kelgan joylar ko'p bo'lganmi? Yo'q, endi unday ko'p to'ydan quruq qaytmaganman. Endi ayirolmaganman, bitta ikkita qo'y degan, bitta ikkita akalardan o'ta olmaganmiz, yo bir chavog'onni o'ta olmaganmiz, qo'yib borganmiz, quruq qolib ketganmiz. Shu kun kelib shu uyga kirmay uxlagan joylarim ham bo'lgan. Juda xafa bo'lib, o'zim alamli bo'ladi. Juda alamda bo'lib shunday joylar ham bo'lgan. Endi misol uchun agar kasb qilib chopmayotgan bo'lsangiz, mayli endi tirikchiligingizni ham shuni orqasidan, o'zi undan boshqa sohangiz ham bormi bu ko'pkaridan boshqa tirikchilik? Chorva bilan shug'ullanaman. Chorva, qo'y mollari. Qo'y, qo'chqor, shu mayda mollar pulni shunday shug'ullanaman. Palon aka, bu savol men uchun ham qiziq, qolaversa tomoshabinlar uchun ham qiziq. Hech biron marta so'rab ot minganmisiz? Minganman. Shu Chinorni so'rab minganman. Ukam mingan, ayirgan. Shokir akaga men ham otni minay degan, ha deb qo'ygan. Yo'q aka. Ayirishimda keragi yo'q. Shu minib ko'rsam bo'ldi deganman-da. Keyin ha deb qo'ygan. Aka dedim, men bir shu havas qildim, menga ham bir xilla ot mindira olmay yurgan joylari bordir. Lekin shu bir minib ko'ray aka deganman. Bo'ldi degan. Keyin bir to'yga minganman. Bir 7-8 qo'yib taylaganman-da, to'xtavsiz. Endi bu Shokir aka o'zi biladi. Keyin bir xilla men o'z ustimga ot haydab ayirtirmayman deb shunday qilgan joylari bo'lgan. Ishqib Chinorlar so'rab minganman. Ko'p ayirganman. Kamiga 5-6 ta ayirib taylaganman minganimdan. So'raganingizda qanday sizga anaqa bo'lgan? Yo'q, kuluvdi. Kuluvdi. Kulib otni bermoqchi bo'lmadi. Sen chetga chiqsan devdi-da. Aka, mayli chetdan bo'lsam, shu bir minib ko'rsam bo'ldi, ayrishga emas, bir qiziqdim deb so'raganman-da. Keyin shu bir so'raganimga she'ra kelganga minganga
shu 5-6 7 ayirganman. Kam ayirganmasam 7 ayirganman. Gapi yo'q lekin. Ha, shunday zakonni bo'lgan. O'zi umuman olganda mana shu Ko'pkarda qanday qiziq voqealar esingizda qolgan? Ha, bu Dehqonovodga ot chopaman, Farhod aka deganimizda otdan. Yangi ham aytib o'tdim, Tillo degan ot bor edi. Keyin bir Lilizm degan joyga to'y bo'lyapti Dehqonovodga. Endi Surxondaryodan ko'p joylardan mehmon kelgan. Xullas kalom bir to'yga vaqtdan ham chiqdi, baxtdan ham chiqdi qo'yib ketaverdim-da. Qo'yib ketaverdik, keyin bizlar Xo'japullosga bordik. Yotdik, dam olyapmiz bir joyga. Keyin bular ish qilib, gurung qilyapti, nersa qilib o'tiribdi, vaqbaq qilib. Men bir chakkaga yotibman-da. Demak, o'sha yerda surxondaryolik polvonlar ham bor. Ha, hamma bor. Chakkaga yotibman, bir chaponchaga o'ranib yotibman, charchaganman. Keyin bir Qaracha degan bir akamiz so'kyapti, birov sherigiga aytayapti. "Ey" deydi, "bir havoskor tortib ketdi yasandan" deb so'kyapti endi. Yomon so'kyapti. Jim yotdim, men ukam bor, ham ukam Qodir degan ukam bilan birga yotib, nersa gurung qilib o'tiribmiz. Bir rauz gapirganim yo'q, shuncha qattiq so'kaychi. Keyin yana yo'q, u yomon chetki havoskor, ammo yo'q, qo'ysang-chi, havoskor tortib ketdi sandan deydi-da akam. Ay, xullas kalom, keyin so'kdi. Farhod akam, "Yo'q, unday so'kma, yomon so'kma, mana shu Ilyos Chavog'on." "Yo'q, allayapsiz, bu Chavog'on emas" dedi-da. Keyin nasib bo'lsa-gana bugunisiga Xo'japullosga to'yga keldik. Ha, endi nima bo'lib bersaydi. Keyin to'yga keldik. To'y bo'layapti. Katta to'y bo'layapti. Bir takani qo'ygandan kelib ushladim. Men aytdim, "Havoskor mahkam bo'ling" dedim. Shunday dedim, ot bu soat qilib ko'tarilib, qo'l takani qo'yib qutulib qoldi-da. Shunday bo'lgandan keyin hop men aytdim, "Ha" dedimda, keyin yana aytdi, "Ey" dedi, "Ilyos" dedi, "Iltimos endi tortma" dedi, "Bugun" dedi, "Sharmanda bo'ldim, bir ayirib ketay" dedi. Keyin yana ham shu bir tortib olib ketdim-da. Keyin "Ilyos, meni kechir, bilmabman seni" deb kechirim so'rab, nersa qilib qo'ltaylashib ketganmizlar. O'zi bizlar tomonidan chetkirlari bilan ham shu tortishib qolgan paytlaringiz bo'lganmi? Qanday bo'lgan? Siz tomondan, Po'latdan bir to'yga bordim. Chiyal Po'lat bo'ldi. Shu tomonlarga ham bo'lgan. Po'lat sop ketgan vaqtda otini arqadan takani ushlaganman. Shu otini tortib to'xtatganman-da. Yo'q. Shu buksa Po'lat keyin aytgan joyi bo'lgan. "Aka, nima qildingiz? Otni qanday baylab qoldingizmi? Otim buksa ot qilib yotibdi-ku meni" deb. Bilmayman Po'lat aka degan joylarim bo'lgan. Otini tortib to'xtatgan joylarim bo'lgan. Takasida ushlab. Endi ko'p joylarga unday voqealar bo'lgan. Bu bizlar tomonidan shu chetkir palonlari qaysi birlari yaxshi tortadigan palonlar? Po'lat yaxshi bo'lar. Yana Po'lat yaxshi bo'lar. Yana bormi shunaqa? Endi tomonlardan Po'lat bor, keyin Samandarlar ham yaxshi. Endi hammasi ham yomon emas. Shu Po'latni yo'qotgan tomoni, salohlar ham yaxshi. Salohlar ham yaxshi, ham ko'talgandan yerdan ham. Salohlar ham yaxshi haydaydi ko'talgandan. Endi Po'latni zo'rlik tomoni ham yerdan, ham chetdan ham o'zi gavdasiga qaraganga yaxshi ot haydaydi. Men buni ham haydashini yaxshi ko'raman, salohlarni ham. Yaxshi ot haydaydi. Po'lat yerdan ham oladi, lekin yerdan ham oladi. Ko'p ko'rgan. Xuddi mandayda. Yerdan ham qo'yib beradi. Bu Xo'joboddan Yuttamdan Tolmas polvon haqida qanday fikrdasiz? Vag'am zo'r. Zo'r vag'am. Tortishga, u ham endi chetkir polvon. Zo'r torta. Ko'rganman. Yaxshi tortganlarni ko'rganman. Keyin Xo'japullosga bir Nuhut To'ri degan otni minganman. Katta shu to'yga, shu Surxondaryolikning bo'lgan to'yga egasidan yelanib so'raganman-da, ayir olmay, boshiga ayir olmay turgan, "Aka, shuni bering, bir ayiray" deganmanda, "Yo'q, sen chetkirsan, senga bermayman" degan joy bo'lganda. "Yo'q, bering iltimos, bir minib ko'ray, ayiray" deganimga bir minib bergandan bir ona bola sigir 2 millionmi, 1 million qancha shu mingandan qo'yib taylaganman-da. Shundan beri aytadi, "Ilyos" deydi, "Tan bergan
Sani deyman deb bilganimiz yo'q edi deydi-da. Endi ko'pchilik palonlar yerdan olmaydi-da. Ko'pchilik chetkir palonlar ya'ni. Ha, keyin shuni qo'yganman. Keyin yana bu Qarshidan Abror aka degan bizda aka bor. Bu Hisor degan ot olib keldi-da. Yo, olma, bu yerdan Po'lotidan, Darchadan oldik. Dehqonobodga olib bordik. Bir to'yga izma-iz bir zotdan 5 zot izma-iz ayirganman. Birinchi zot, ikkinchi zot, uchinchi zot, to'rtinchi zot, beshinchi zot izma-iz ayirganman, to'xtovsiz. Keyin bir ikkitalar ushlayam uni degan joylari bo'lganda. Shunday qilib ish qilib ayirganman. Tushmasdan 5 ayirgan. 5 ayirganman. Yerdan. Eng ko'p ayirgan zotli solimingiz bitta to'yda nechta bo'lgan? Eng ko'pi. Endi ularni endi eslay olmayman endi. Ko'p ayirganman. Mana shu chinor bilan sheylarga minib chinorlar bilan juda ko'p ayirganman. Uni misol uchun bir ko'pkariga 15 ta yo 30 ta zot taylagan bo'lsa 15 lar ham ayirganman. Shokir akadan o'tgandan keyin Yo, Shokir akadan mingansizmi yo'qmi? keyin mindim, ot o'zgargan ekan Shokir akadan o'tib narsa bo'lgandan keyin. Zafar akada. Zafar akaga mindim, yaxshi bo'lib qolgan ekan. Keyin boshiga Zafar akaga mindim, bir sirama saqal charchagandek Zafar akaga ham boshiga minib ayirgan joylarim bor, videolarim bor hammasi. Ko'rganman, yaxshi deganman. Keyin Dehqonoboddan Bahrakan degan, Mustang degan otlarni chopganman chetdan. Shu odamning otini minib chopgan joylarimga ko'plardan tortib olib, yaxshi ekan bo'ladi, shaqqa yotib, narsa qilib. Lekin ko'plar bizlarni yasagan joylari ham bo'lganda, ko'p ayirib yo tort yergamizga ket, unday deb urib qo'ygan joylari bo'lgan 20 kishilab. Ha, shunday joylari ham bo'lgan Bahrakamda. Endi demak, ras sizda shunchalik darajada qo'ygan bo'lsa, ularni ham bir qon qaqshatgan ekan. Ha, shunday bo'lganmi bilmayman. Shunday joylari bo'lgan. Bahrakamda otim bilan urdik. Keyin yo arab, turk ketib urib so'kib qo'ygan joylari bo'lgan. Bahrakamga aka meni uryapti, men kelmayman bu yerga degan joylarim bo'lganda, Ilyos bu seni urayotganidan xursand bu. Xafa bo'lman bundan. Sani mana yerga kelib yo yan boshlab qirdi anavsiga yotib, chapon to'shab yot, to'ndi to'shab yotib, ko'pkarini tomosha qilsang seni hech kim urmay. Sani zo'rligingdan bular uryapsan, bundan xursand bu. Sen bundan xafa bo'lma degan joylar bo'lganda. Shunday borib shunday chopgan joylarimiz bo'lgan. O'zi sizni eng maza qildirgan qaysi maydonlar, qaysi hududli maydonlardan mazah uloq tortgan? Mana shu Dehqonobod zonaga maydonga zo'r chopganman mazza. Nima deganingizga Dehqonobodga yakka bo'lmasa zot bermagan hech qachon. Keyin xullas kalom endi hamma joyga bo'ladi, bitta ikkita achinadi, birov tortib ola olmasa yo tortib kelsangiz xafa bo'ladi, shunday joylari bo'lgan. Lekin haqqoni zot beradi, ayirsangiz beradi. Misol uchun men Dehqonobodga ko'p yillar o'tchadim. Men mingdan ming roziman o'yinlardan, xalqidan ham. Misol agar adashib borib qolsangiz ham bir agar ustidan kelib qolsangiz bir piyola choy ich deb qo'ymay choyingizni ichiradi. Mehmondo'st xalq. To'ylarga ham ayirsangiz hech qachon ayirsangiz xafa qilmaydi-da. Endi Palon aka, mana juda ko'pchilik hozir toydan ot tayyorlash yo'liga yana qaytyapti-da. Orada bir yo'qolib ketadi-da. Hamma tayyor otni minib qoladi. Sizda qanday bo'lgan o'zi asli? Shu otlarni o'zingiz tayyorlaysizmi yoki tayyor otni minib nima qilasizmi? O'zingizga zamin mana shu bu yildan bu yilga taxlab kelasizmi? Qanday bo'ladi? Endi shu savolingizga o'zim ham tayyorlab ko'p chopganman. Alish akam aytganda, bu Alish akam. Bir Eshonquduqqa ot minganman. Shu toyni qaniki Ilyos tayyor otni chavolsan. Shu bitta toy urgatganam deganga shaxdan bir toyni urgatdim, keyin Alish aka u bilan ho'kiz ayirdi. Mushini ayirdi. Alish akaga aytganman, Alish aka men ham toy taxli ekanman. Dedim, shu hozirgacha ham yaxshi shot bilan hamma ayirib narsa qiladi.
Qaysi ot u? Bir to'riqcha deydi-da, shu tomonlarga bir cho'l zonaga yuradi, u tomondan chiqmaydi ko'p. Dehqonotlarga borib ayiradi. Endi yana bu savolga xullas kalom ko'p otlarim, men minib chavgan otlarni deyarli ko'pi borib biranta bir kattaroq zot ayirmagan. Mayli mingan bo'lsa bir yoshroq yigitlar minib yo o'zimizda bir yigitlar minib, haydab minib yurgan bo'lsa ham, lekin katta zot ayirib narsa qilmagan, mingandan o'zim taxlab katta zotlar ayirib ketganman. Shu transferlar bo'lganmi, shu siz mingan otlar? Ha, shunday. Shu transferlarda narxlari ko'tarilganmi? Ha, shunday. Eng asosiysi shu o'zi. Ha, shunday. Misol uchun siz minib tarbiyalab o'ziz ayirib yurgan otlarni qaysidir tumanga yoki viloyatga sotilgan bo'lsa, katta transferda sizni foydangiz o'shada. Ha, shunday. Shunday, minganmiz shunday bo'lgan lekin. Endi shu ichqa chiqmagan to'ylarda shu bachalar meni urib, o'zim minib, bir minib ko'rib, keyin o'zimni yo'limga taxlab minib chop ayirib ketganman. Mana ko'pkarda borgan paytlaringizda mana shunda ko'rib, qaysi palonlarni o'zingizga majoziy ma'noda raqib deb o'ylaysiz? Sizga xalaqit qiladigan palonlar. Yo'q. Men ko'pkarga borsam, mendan bu tortib olayotgan yo unday bo'layotgan deb narsalar o'ylamayman umuman. Men shu ertalab uydan chiqayotgan vaqtim, ey Alloh deb narsa qilib, Xudoga tavakkur shunday chiqib ketganman. Borib xullas kalom men bugun yo bunday qilaman demaganman. Borib Allohga bir mehnat qilgan bizlar ayirga ayirmasaga misol uchun yo bir ayir olmay qolsak xafa bo'lib kelgan joylarimiz bo'lgan. Lekin biromandan tortib olayotgan yo men bu yerga ayir olmay qolayotgan degan narsalar umuman o'tmaydi. Qayerga borsam ham ayiraman deb borganman. Borsam ham ayiraman, ayirmas qaytmayman deb borganman-da. Bugungi kunda ham taxlayotgan otlaringiz bormi? Bor. Hozir shu ko'plar meni chetkir deb o'ylaydi. Yerdan ko'p otlar chopganman. Yerdan hozir ham Allohga shukr yerdan ko'p otlar chopaman. Endi mana bu Sardor akamizni bir toychasi bor. Sherni olib chiqadi. Hozir shuni yerdan o'zim taxlayapman. Yerdan yerga yaxshi yerga boradi, takaga oldiradi, qo'chadi ham yerdan. Keyin bitta mana bu ko'k bo'ri chopayapman. U ham yosh mol endi shag'larga gashtay-kushtaylarga chopilib yurgan. Endi bu shu yildan olib chiqib shu tomonlarga ayirib boshladim. Yosh mollardan taxlab boryapmiz. Shunday qilib yosh mollardan mana shu dotlar taxlayapmiz. Mana endi juda ko'pchilik palonlar hozir ona ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz ham kuzatgan bo'lsangiz kerak. Sezonda, yozgi sezonda, ya'ni zallarga borib shug'ullanib tayyorgarlik ko'radi sezonga. Sizda bu qanday kechyapti? Yo'q. Sizda o'zi umuman qanday bo'ladi jismoniy tayyorgarlik? Yo'q, jismoniy bizlar deyarli ishimdan ortmayman. Chorvam bilan shug'ullanaman, ishimdan ortmayman. Hech borsam, boraman zalga turnobga qilaman deyman, lekin yo'q narsa u. Shu qiziqib bir hafta boraman, shu bilan zal esdan chiqib ketadi. Bir hafta ham qiyin. Deyarli shu uylarga shu bir 1.5 yugursak yuguramiz, yo zallarga bizga turnobga unday narsa yo'q. Bu qanday yildan yilga o'zingizda jismoniy holatingizni qanday saqlab yurasiz? Bugun sizlarni sayohat va yangi taassurotlar olamiga chorlaydigan Vegas Travel bilan tanishtiraman. Qani ketdik. Vegas Travel bu dunyoning eng mashhur yo'nalishlariga qulay, ishonchli, sifatli sayohatlarni tashkil etuvchi zamonaviy turistik agentlik. Vegas Travel bilan Turkiya, Dubay, Maldiv orollari va barcha Yevropa mamlakatlariga sayohat qiling. Shuningdek, aviachiptalar, mehmonxonalar hamda viza xizmatlarini professional tarzda taqdim etadi. Agar siz unutilmas damni reja qilgan bo'lsangiz, Vegas Travel siz uchun eng to'g'ri tanlov. Vegas Travel, dunyo sizni kutmoqda. Ko'pchilik agar shu jismoniy harakat bilan shug'ullanmasa, ozgina semirib ketishi bor yoki umuman olganda
har bir jismoniy harakat kerakda. Kerak, Polvon kerak. uchun kerak. Ha, Misol, shunday. to'g'rirog'i elastiklik kerakda mana. Ha. Bel u tomonga ham, bu tomonga ham qayishadigan elastik bo'lish kerakda. Har tomonga qayishib ketadigan. Shu sizda u tug'mami yo qanday o'zi? Tug'mam endi bilmayman, lekin ko'p tirnoqqa yo'q unday narsalar menga. Turnik yoki Endi bruslar kam shug'ullanaman. Ha. Kam. Qanday ortsam bir ishdan. Bir yo'qsa aytaymanki, shu tirnoqqa qilaman. Shu yangi Sardor akamiz bor aka deyman, zalga boraylik, hay ketdik zalga olib boramiz degan bir qarshiga zalga borganmizlar. Endi bu yil sizdan to'xtamay tirnoqqa qilamiz degan joyga 5 kun bor, 5 kundan keyin qaytib bormay ketgan joylar. Keyin aytganda, sen bu yilda sen tirnoqqa ham qilmaysan, sen tugib bormaysan, falon ko'za, ha deganmanda ketganman, lekin tirnoqlarga bormaganman. Shu uyga yarim yugurib, shu 4-5 kun shunday qilmasak, unda zalpal tirnoqlarga chiqmayman. Endi bu yangiga gilar anavini aytganlaringizga men otlarim yegari olib ketgan vaqtda ham ot yegari tayiga o'tib ketgan vaqtda ham ot bo'yniga oyog'imni chalkashtirib ham tortganman. Yo'q, Uni bir xalq biladi yaqin ot haqlar. Shahzodni otasidan tortib olganman Shosayt akadan. Shosayt akada. Ha, u bir so'rasangiz ham aytadi. Shunday chiqdi, bir Tillo degan ot bor edi, Farhod akaning oti, juda tez ot edi. Chiqib qoldi, chiqqandan tudarning ichidan shunday ushlab chiqdim, ushlab chiqqanimizdan men yegarim ot tagiga ketdi o'tib. Yegar ot ustiga yegar absolutni yo'q. Shunday o'tkardimda otni bo'yniga oyog'imni shunday o'tkarib, oyog'imni chalkashtirib, Shosayt akadan takani tortib o'tib ketganman. Shu bilan tashladingizmi keyin? Ha, tashlab, tortib, qarib 100 metr sudrab olib ketgan. Otni qanday to'xtatdingiz keyin? Keyin otni shunday bag'idan o'tib, tayidan o'tib, aynalib minib kelganman. Gap yo'q. Shunday joylari bo'lgan, shu Shahzodni otasidan shunday tortib o'rganman. Butun hamma shu Dehqonobod xalqi Ilyos bunday degan bir xili otidan tortib olganimiz uchun yomon ko'rib urgan joylari ham bo'lgan. Endi deyarli shu Dehqonobodga sevib otcha olganman lekin. Dehqonobod maydoni siz uchun qadrlimi? Juda qadrli. Ham qo'lga tashlaydi. Juda sevib otcha olganman shaxsan. Dehqonobod polonlaridan qaysini o'zingizga misol uchun raqibday ko'rib nima qilasiz? To'g'ri ma'noda misol uchun taqimi mahkam ola olamanmi yo'qmi deb o'zingizni qaysi polonlarni o'zingiz uchun bilasiz? Dehqonobod polonlari ham hammasi ham lekin yaxshi polonlar ko'pchiligi. Kimdan ola olmaganman? Deyarli ayrimi Rustamdan ola olmagan bo'lishim mumkin, bir yarim qandaydir. Yo'q, men ko'p polvondan ola olmagan joyim yo'q. Shahzodlardan ham, mirzolardan ham. Endi ushlagan vaqtim sahal taqimi mahkamday tuyulgan, lekin qandaydir misol uchun bir jarohatim yo biron narsa mushayt bermagan bo'lsa, men ola olmagan joyim yo'q. Ko'pincha shu bir tizam Dehqonobod to'yiga shapoq bilan yiqilib tizam ochilib ketdi-da. Shu ko'p tizam aytgan bermay, yarim ola olmay qolganman. Oyoq tirelmay qolasizda. Ha, shu tizam ochilib ketdi-da. Shunga bo'lmasa ushlagan takamni men qo'ymaganman. Unda ushlaganingizda tortib uzib olasizmi yo sekin-sekin yo men osilib yurmayman, shunda olib kelib kiyaman. Yo'q. Ha, unday tortib o takaga osilib yurmayman. Yo bor qilaman yo yo'q qilaman. Chunki sizni ushlaganingizda u sezarganda demak polvon. Ha, ko'pchilik mana kuzatamiz-da, ko'pchilik chetkir polvonlarga hurmat saqlagan holda aytayapman buni. Ko'pchilik chetkir polvonlar mana shu ushlashni shunday qilib ketaveradi, tortib olmaydi. ha. O'zi ozgina yurgandan keyin uje taqim bo'shashadi-da. Ha, shunday. Bo'shashib ketadi-da, bu yoqqa olib ketadi keyin. Ko'pchilik men ko'rganman, misol uchun shuning uchun aytayapman. Bir xillar men lekin haqiqatan sizda shu ushlagandan o'zingizga qattiq tortganingizni ko'rganman. 4-5 marta kuzatdim. Ushlasangiz bundoq qilib ketmas ekansiz. Rostdan o'zingizga silkib tortargansizda. Men osilib yurmayman-da. U misol uchun u yo menga ketkirayotgan qilaman, yo vaqqa ketkirayotgan qilaman. Shunday qilaman. Bugun o'zingiz shu ko'pkarida chopayotgan ishingizdan o'zingizdan ko'nglingiz to'layaptimi? Ya to'lmagan joylari bo'lsa ayting. Ya to'layapti. Endi
nima desam bo'ladi, shu hozirgi gaplaringizga qo'shilgan mana zal deganlarga shu yil sahal mana shu yillik sezonga sahal charchagan joylarim bo'ldi. Bu o'zi bitta narsa borda, yosh baribir o'z so'zini aytadi vaqti kelib. Ha, shunday ekan. Misol bugun mana 36 ga kirdingizmi? 36 ga kirgan bo'lsangiz, 25 yoshlik polvonning kuchi bilan 36 yoshlik polvonning kuchini sal o'rtada farqi borda. Endi demoqchimanki, 36 yoshlik ham uncha kuchsiz bo'lib qolmaydi. Lekin baribir 25 yoshlik yigitni qoni qaynoq bo'ladi-da. Shunday. Shuning uchun bu jismoniy tarbiya baribir ziyon qilmaydi demoqchiman. Shunday. Siz ko'pkari chopishga qiziqib, nimalardan mahrum bo'lgansiz ko'pkariga o'tib? Sizda nimalardan ayirgan bu ko'pkari? Yo'q, men hech balodan mahrum bo'lmaganman. Men Ko'pkarini deb nimadandir kechgansizmi yo'qmi? yo'q. Ko'pkaridan endi kechishimda bundayda. Lekin ko'pkari bo'laversa, hamma narsadan ishim bo'lsa, hamma narsani taylab lekin kechib ketaman. Shu joyi bor. Nima bo'lishidan qadin shunday taylab ketgan joylar bor. O'zingizni kasbingizni sevganingiz uchun. Sevganim uchun shunday. Lekin boshqa anavlik qilgan joyim yo'q. Polvon aka, endi mana hayotiy savollarga o'tsak-da, sizni shu umuman olganda yaxshiligingiz javobsiz qolib ketgan joylari ham bo'lganmi? Aybsiz, aybdor bo'lgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan. Endi mana shu ko'plarga qaraganman-da. Yordam qilganman. Men lekin endi ko'plar mayli bilsa ham, bilmasa ham, lekin ko'plar ayra olmaysa, bir xil chavog'onlar ayra olmaysa, men xafa bo'laman. Deyman, shu ayirsin deyman-da. To'g'ri kelayotgan takamda ham ushlamay o'tkazib yuborgan joylarim ko'p bo'lgan. Lekin shu guvohlar bir marta takasini ushlab qolsam, so'kib qolgan joylari bo'lgan. Bu insonda bor xislatda bu. Ha, shunday. Bu shunaqa, bu har bir insonda borda. 100 marta yaxshilik qilib, bir marta o'sha yaxshiligini qila olmay qolsangiz, o'sha 100 marta qilgan yaxshiligingiz habat bo'lib ketadi. Shunday bo'lgan. Juda ko'pchilik insonda, endi hammada demayman, ba'zi insonlarda mana shunaqa xislat bor. Chunki biz xomsda emgan bandamizda bir marta ham mayli deb qo'yishga bir xil paytda jur'atimiz yetmaydi yoki kuchimiz yetmaydi-da. Polvon aka, mana o'zingizning fikringizda nima deb o'ylaysiz? Ko'pkari halol o'yinmi? Hech shu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Endi bor bo'lgan halol, lekin zo'r ko'pkari. Halol endi mana o'zimiz yoshlar, mana nasib bo'lsa, mana chavog'onlar bu misol uchun bu ko'pkaridan juda hech kim ham oshib ham, bo'yi ham, zo'r ham bo'lib ketgan joyi yo'q. Men shunday deb o'ylayman, shu ko'yga borsam yo unday demayman. Shu halol birodan tortib ayirib narsa qilib kelsam deyman-da. Endi ko'p xil joylarga borsangiz, bir xil men takamni ushlama, otimdan ushlading, unday qilding, falon qilaman, pustibon qilaman degan joylari bo'lgan. Lekin sahal-pahal g'irrom aralashgan joylari ham bo'lgan. Endi agar shunday joylari bo'lmasa, ko'pkari yaxshi deb o'ylayman. Zo'r. Men asliga kurashni yaxshi ko'rganman. Kurashganmisiz? Yo'q, endi kurashganmiz, kamda kurashmagan desam bo'ladi-da. Keyin kurashni yaxshi ko'rib tomosha qilgan joylarim bo'lgan, keyin katta polvonlar faqat ushlashib, narsa qilgani uchun kurashdan ko'pchilik bormay ketganman. Xuddi shunaqa narsa menda ham bo'lganda. Bormay. Kurashga qiziqaman men ham. Lekin oxir paytlarda bundan bir 10 yil oldinlar, 10 yildan ham, 15 yil desak ham bo'ladi. Shu polvonlar bir-biri bilan suyashib, pulni bo'lib, odamlarga o'yin ko'rsatmay ketgani uchun men ham kurashga uncha qiziqishim so'nib ketganda. Men ham shunday bo'lgan. Keyin ko'pkariga o'tib ketganman. Polvon aka, mana haqiqiy chavandoz bo'lish uchun inson nimalarga majbur? Haqiqiy chavandoz bo'lish uchun. Mana siz nimalarga majbursiz?
Haqiqiy chavandoz bo'lish uchun nima desam bo'ladi? Endi kimdir chavandoz bo'lish chidash kerakda, bunga sabr qilish kerak. Men misol uchun oyog'im chiqib ketganam, shu tizalarim ochilib ketgan vaqtda ham, yo qo'llarim chiqib, qo'llarim irtilib ketgan vaqtda ham yerda ko'pkari desa, men shu borib chopganman, o'tkarmaganman ko'pkarilarni. Shu mana shu tizam ochilib ketdi. Tizamni mahkam skovich bilan qisib o'rab yana chopdim. Keyin yana otga urilib, yana tiza ochilib ketib, ustiga qushdan ketib tushib qolganman, bilmayman. Keyin shu otdan bir keyin mana bu yerdan ana unim sinib ketdi, mana bu yerdan. To'g'ri. Qo'lim bintlagan doktor 25 kun bir oyga ochasan deyapti. Doktor bintladi, osib bordi. Endi borguringlarda bu. Bintla bordi. 3 kunmi, 4 kundan keyin o'zimizni dashimizga yaqin qishloqqa, bu Oqjangal degan joyga, daryoga ko'pkari bo'lyapti. Otlar, hamma otlar o'tib ketyapti-da. Qarasam, qo'limga bir 4 kunmi, 3 kun bo'lgan gips turibdi. Keyin keliningizga aytdim-da, bor dedim, toqqaychini olib kel dedim. Ha, nima qilasiz degan, ha olib kel qanaqay dedim. Keyin shu toqqaychini olib, shu gipsni kesganman. Endi 25 bir oyga ochasan dedi-da. 3 kunmi, 4 kun bo'larkan gipsni kesib, optaylab, daroq kelib qo'ydimda, bint bilan qo'limni qisib o'rab borib shu kun to'y chaldim. Shu doim shu bintni ochmay, lekin doim shundan keyin yaxshi bo'lib ketdi, hech bola bo'lmadi, ot chopib ketdim. Kutolmaganman. Bu haqiqiy fidoyilikmi, nima o'zi bu? Endi juda qiziqishim juda katta, kuchli. Judalar shu ko'pkariga borib kelsam, juda yengil bo'lib kelaman. Men endi ko'pkariga borsam, sizni ko'raman, chavog'onlar ko'raman, 4 ta gurun qilaman, ot chopaman, xursand, vaq. Shu hech qanday yosh bachalarda umuman hech qanday g'am o'yim hech bo'lam qolmay, hamma narsani unutasizda bu yerga borgandan keyin. Bir yengil bo'lib kelaman-da. Shuningga nima ishim bo'lishidan qat'iy nazar ko'pkari bo'laversa hech narsa chidolmayman, ketib qolaman. Agar biron joyim chig'ib yotsa ham yo biron narsa bo'lsa ham chidolmayman, borib chopganman. Hech ham tramvay ot chopmagan joyim bo'lmagan. Bugungi kunda shu farzandlaringizni ham ko'pkariga qiziqtiryapsizmi? Men shunday. Qiziqtiryapmiz, olib boramiz. Aytamiz, nima bo'lasan deysan, bunday deymiz, chavamiz deydi. Chiqib endi qo'limizdan kelgancha xizmat qilyapmiz. Endi shu chavandoz bo'lishini xohlaysizmi farzandlaringizni? Xohlayman. Endi ota uchun o'zini farzandini kamolini ko'rish bu undan katta baxt bo'lmasa kerak. Mana bugungi kun ko'pkarisi, mana umuman ko'pkari tugasa, sizni o'zingizda qalbingizda qanday kechirmalar o'tadi? Nima deb o'zingizni koyit olasiz bugun? Ko'pkari tugasa xafa bo'lib qolaman-da. Ko'pkarini juda yaxshi ko'raman. Ko'pkari tugasa, keyin bu yilga shu to ko'pkari kelishini kutib, qachon boshlanadi, necha vaqtga boshlanadi deb kutib yuramiz. Ko'pkariga juda qiziqishimiz zo'r. Endi ko'pkari juda bir nima deydi? Sevimli sportimiz deb o'ylayman juda ham. Hamma kimgadir qanday sport yoqsa, bizlarga shu ko'pkari juda yoqadi. Falon aka, bugun agar yuragingiz tilga kirib, sizdan bitta tilak so'rasa, shu nima degan bo'laydi yuragingizga? Ko'pkarini so'raymiz. Elimizga ko'pkari bo'lsin, to'y bo'lsin deymiz. Bundan zo'ri yo'q deb o'ylayman. Gap yo'q. Men o'zi ko'proq mana shunaqa hayotiy savollar berishni yaxshi ko'raman-da, lekin gap yo'q, javobingiz menga juda yoqyapti. Chunki inson baribir
qaysidir kasb sevish kerak-da. Sevish kerak. Bu Sevish kerak. hobbi. Hobbida. Til ojiz. Til ojiz. Men вообще qoyilman lekin Shavg'anam sizga. hozir borini to'kib tashlayapti-da. Gap yo'q ekan. Man masalan bir xil hozir video olishingizga qarab, bir xilini o'zini anavi qilib gapiradi-ku. Misol endi hozir kesib tashlaydi. Bir xili o'zi salgina olib qochib, bir xil joyiga zo'r bo'layotgan gapni gapirmay va qo'shimcha qiladi-ku. Bunga unday narsa yo'q. Men shu Samimiy. sherimgacha loyga botib borib kelaydim. Oyog'imda patinkamni yechaydimda, oyog'imda tirib, oyog'im yomg'ir yog'i bo'lsa, oyog'im 10 km 15 kilometrga piyoda borib, o'tini baylab borib, o'tini minib kelaydim. Birovlarni otini minib borib, shopish uchun shunday. Shunday bu katta. Shunchalar bo'ladi-da endi bir bo'lsa. Ha, bu endi Bizda chetga berga tortib meni ko'plar qiynaganda, yoshligim uchun. Tortib o'tlardan yiqitib taylagan. Bir xillarga yelanganman, akajon ayray, bir ayray degan joylarim bo'lgan. Keyin tortib olib shunday qilib ketganga shu ot ustiga yig'lab ketganman-da uyimga. Ey xudojon, chavandoz bo'lamanman, men shulardan taka tortib olamanmi deb dodlab ot ustiga uygacha yig'lab borgan joylarim bo'lgan. Polvon aka, mana Ko'pkarda yaxshi natijalarga erishgansiz-ku. Zo'r natijalarga erishgan paytingiz qalbingizdan nimalar qanday kechilmalar kechgan? Ta'riflab bo'ladimi shu kechilmalarni? Yo'q, bo'lmaydi. Unga bir narsa deb iloji ayta olmayman ular. Juda xursand bo'lib kelganman. Juda o'z ichimga sig'may xursand bo'lib kelgan joylarim bo'lgan. Uyga juda xursand bo'lib kelgan joylarim bo'lgan. Ha, uydagilar, ha, nima bunday xursandsiz, yaxshimisiz falan. Shunday ayirdim, shunday degan joylarim aytganman, lekin shu judalar xursand bo'lganman. Uni bir siqtirib bo'lmaydi, aytib bo'lmaydi. Necha shu oddiy ha endi kelganga aytaylik, men Ronaldoga muxlisman-da. Shu Real Ronaldo shu kun bir jamoani yutib, Ronaldo Real Bravo yutib shu kun yo Ronaldo futbolga yutgan bo'lsa, bugunisiga ertasiga boshqa yoqqa Ko'pkari bo'lgan bo'lsa, men shu kun borib o'ylabam otdan to'xtamay charchamasdim. Ronaldo shu kun Real yutib yo bir Ronaldo yutib shu narsa bo'lgan bo'lsa, shu kun men bugunisiga Ko'pkariga borsam, shu kun men o'ylabam charchamasdim, to'xtamasdim. Shunday Shu joylar. Polvon aka, mana Ko'pkari chopganingizda bugungacha nechtadir to'y chopgan bo'lsangiz, zo'r ayirgan zotlaringizdan misol uchun kimgadir hadiyalar yoki ihsonlar qilganmisiz? Endi yo ehson bunday anavlarga pulidan berganman. Endi mol-hollardan men Yo'q, mana siz aytmoqchiman, Ko'pkaridan olgan pulingizni, u boshqa yo Ko'pkaridan uydagi pullaringizdan emas, umuman olganda Ko'pkaridan ayirgan pulingizda hech qalbingizga tuyganmisiz? Mana shu qiynalgan yoki kimgadir hadiya qilaman, ihson qilaman deb hayot berganman, aytganman. Deydi, yosh bachalarga bunday bir saxalanovlarga qilganman. Chunki nima uchun unday deyapman? Men yoshligimda qiziqqanman-da Ko'pkariga. Bizni uyimiz oldidan shunday yo'l o'tgan. O'sha yerdan toqqa qarab Ko'pkari bo'lsa, otliqlar o'tardi-da. Ko'pkari tepada Ko'pkari o'tardi-da. Mana shu o'g'lingizdan kichkina paytlari, mana shu 5-6 yosh paytlarim. Hozirgacha eslayman-da, shu darvozani oldida turar edim, dadamdan yashinib. Turar edimda, o'tayotgan otliqlarga iltimos qilganman-da. Endi piyoda boshqa qo'rqqanman-da. Meni ham olib ketinglar deganman-da. Hech esimdan chiqmaydi. Mana Temir Polvon taniysiz-a? Sho'rquduq Temir Polvon. Shuni bobosi bor edi, Suyun buva. Suyun buva bor edi. Suyun buva meni juda ko'p marta olib ketganda. Esimdan chiqmaydi. Shu odamni joy jannatda bo'lsa o'tib ketdi u buva. Shu buvani men hozirgacha ko'zim oldida mana shunday turibdi-da. Zo'r katta oti bo'laydi. Shunday qo'lini uzataydi-da. Men oyog'imni ko'targanman-da, oyog'im qo'lim ham bitmaydi u zangi o'sha paytda. Qo'limni ko'tarsam ham juda katta otda minardi. Shunda olib qo'lingni uzataydi, shuni oladi, orqasiga o'tirg'izib oladi-da. Men shu ketganman. U Suyun buvani yonida Bahrom polvonni katta otasi
buvasi bo'laydi. Ishmurod buva deydi, Ishmurod cho'pon deydi. Ishmurod buva ikkalasi shunday otda kelaydi. Men o'sha buvani kutaydim men. Uyning oldidan endi bir 100 ta, 200 ta ot o'taydi. Shular ichidan qarab o'tiraydim shu buvani kelishini. Chunki buvani tanimayman men. Ismini bilmayman o'sha paytda, lekin o'sha buva meni bir marta olib ketganda, shundan keyin men shu buvani shunchalik kutganman. Buva shu balkim mendan oldinroq o'tib ketgan bo'lsa, kechgacha yig'lab yurganman Ko'pkariga bora olmay. Agar kelmagan bo'lsa, shu oxirgi ot o'tguncha kutganman men shu buvani. Men ham shunchalik Ko'pkarini yaxshi ko'rganman-da. Keyin kechqurun shu qaytishda Ko'pkaridan qaytishda buva aytaydi. Rahmatli aytaydi. Nevaram deydi. Endi otda boraydi, ot narsalarni, digdikalarni, xurjinlarni qo'yib qo'yadi-ku. Mana shu yerga kelgin deydi. Ko'pkar tugagandan keyin ketamiz deydi-da. Shu yerga kelardim meni olib ketardi-da. Mana shu yerga kel deydi-da. Men shu har boshqa joylarda tomosha qilsam ham Ko'pkar tugashdan oldin shu yerga qarab qo'ydim-da, ketib qolmadim ekan. Chunki otlar orasida topolmaydim-da bu buvani. O'sha paytda Temirpolvon otasi Ko'pkar chopaydi, O'ral aka chopgan shu otlarni menimcha adashmasam. Ishmurod buvani o'g'li Ro'zipolvon chopgan bu ikkalasining ham o'g'li Ko'pkar chopaydi, otlarni minib boraydi. Meni yoshligim ana shu buvalar bilan o'tganda birinchi Ko'pkariga qiziqishim. Palon aka, sizga endi qisqa savollar bersam, bu yog'iga endi sekin javob berib ketaverasiz. Palon aka o'zi umuman olganda Ko'pkariga mana 36 yosh u degani bir insonni yarim umrida yosh bola ham emas, yosh katta insonga ham o'tmaydi. Mana shu 36 yoshlik tajribangizdan kelib chiqib, bugun o'zingizda shogirdlaringiz ham bormi? Shu sizga qiziqib, umuman olganda aka menga ham shu Ko'pkarni o'rgating degan. Bor, tekda bor. Aytamiz, bunday ot hayda, bunday ot hayda olmayapsan deb bor, hozir tekda yaxshi bachcha bor. Haydayapti. Olib borgan joylarimiz ham olib boryapman ham bunday hayda. O'zimda otlarim demak yarim mindirdim. Mana bunday hayda, bular haydada, bular hayda olmay. Endi chiqsa hozir tekda bor shunday bachchalar. Endi chiqsa. Chunki har bir insonda, har bir kasbda ustoz yoki shogird bo'lish kerak-da. Shunday. Ertaga bu kasbni sizni yoki mana shu kasbni eslab yurish uchun ham shogird chiqarish kerak deb o'ylayman. Shunday. Bugungi kunda nima deb o'ylaysiz, Palon aka? Dushmanlaringiz ham bormi? Men hammani do'st deb bilaman. Nima deganga shu sizdan xafa bo'lib kelsam, ertalab shu kechqurun buruqlab tursam, ertalab sizni kechadan janjal qilmagandek bo'lib ketaman. Shu nima deydi, hammani men o'zimda to'g'ri bir achchig'im kelsa yomon bo'lib yurishim mumkin, yo ikkovi suhbat qilib, yo bir kulib narsa qilsak unutib ketaman. Shuning uchun hech kimni dushmanim bor deb narsa deb o'ylamayman chog'i. Bunday narsalar yo'q. Shuning uchun men ham birovga hech kimga dushmanlik qilmayman-da. Umuman olganda sizni yoshlikdan kim bo'ladi deb o'ylashgan? Endi bilmasam endi. O'zingiz men kattarsam kim bo'laman deb hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz yoshligida? Endi yoshligimga ham shu Ko'pkarilarga borganman. Tomosha qilganman-da Ko'pkarilarga. Men shu chavandozlikka juda qiziqqanman-da. Kurashga borib, keyin kurashib chavandozlikka borib, men ham chavandoz bo'lamanmikan deb bir xillar shu yenkayib takanosi past otlar tayi kirib ketkim kelaveraydi-da. Qiziqaydim, juda qiziqaydim. Shu yoshligimdan ham juda qattiq qiziqqanman. Shu bir endi yetik-petik kiymay chavgan vaqtlarim bo'lganda, oyoqlarim yorilib, yo to'buqlarim sinib ketib, shunday bo'lgan joylari bo'lsa ham, shu Ko'pkarni umuman tashlab ketmaganman. Qo'ying. Shunday qilib chopib qiziqib ketganman. Bugungacha
kimdandir kechirim so'ralmasdan yurgan insonlaringiz bormi? O'zingizdan g'ururingiz baland kelib kechirim so'ralmagan yoki qaysidir boshqa ma'nolar bilan, boshqa jihatlar bilan. Bor. Yakka ozroq bor. O'zingiz kechira olmagan insonlaringiz bormi? Bor. Endi juda qattiq xafa qilgan bo'lsa, kechira olmay yurgan joylarim bor. Juda sistemga deb juda qattiq yo gapirib, so'kib, narsa qilib, yo qattiq ranjitib ketib qolgan bo'lsa, juda xafa bo'lib yurgan joylarim bor. Bu shunday joylar ham bo'lgan. O'zi bu hayotda kechirim so'rash qiyinmi yo kechirish qiyinmi? Yo'q, qiyin emas. Sahal nima desam bo'ladi? Juda anavrim sahal yomonroqda. Shu juda xafa qilib o'rgan odamni Kechira olmaysizmi? Kechira olmayman dedi. Shunday joylari bor. Endi ko'pchilikda bu qaysidir ma'noda g'urur deydi-da. G'ururi juda baland bo'ladi-da. Uni sindirish juda qiyin bo'ladi. Shunday birovni yaxshiligini ham hech qachon unutmayman. Hech qachon yaxshiligini ham agar shu nimaga borib taqqalsa ham, nimadir bo'lsa ham, shu misol uchun mana shu senga shunday qildi yo bir yaxshilik qilgan bo'lsa, shu umuman unuta olmayman yaxshilik deb. Lekin birovni yomonligini ham ya agar juda sistemni sevib yomonlik qilsa ham, uni ham unuta olmayman. Shunday xarakterim bor. Tuzingizni yeb, tuzlig'ingizga tupurgan insonlar bormi? Endi undaylar unday anavi bo'lmaganda ozroq sahal yakkarim bo'lgan. Kelishmovchilik bo'lib qolgan joylari bo'lgan. Shunaqa insonlarga nima degan gapingiz bor? Endi unaqangi insonlarga nima deymiz? Shu birovga shunday qilmasligini so'raymiz-da. Nomardlik qilmasligini so'raymiz. Hech kimga ham. Bizlar ham birovga nomardlik qilmaymiz. Shu inshaalloh bu mana 36 yoshga kirdik. Hech kim ham bu dunyoga abadiy yashab qolmaydi-da. Shuning uchun shu yigitlardan ham, hammadan ham hech kimga shu mana shu ish qilsam, mana shu ko'pkariga biram ham yo janjal yo boshqa emas, shu yilga bir ko'rinsam deb niyat qilib borib chopaman, birovga borib yomonlik qilaman deb chopmayman-da. Shuning uchun nima deymiz? Hammaga aytamiz da hech kim yomonlik, hech kimga narsa qilmagani yaxshi deb o'ylayman. Bu hayotda eng katta afsusingiz bormi? Nimadandir afsuslangan paytlaringiz? Hech narsadan afsuslanmaganman. Bu dunyoga hech narsadan afsuslanmaganman. Shu bir narsadan afsuslanganman, shu otamni bir hajlarga jo'nata olmay, otamga bir o'g'il bo'lib, bir katta bo'lib, men ham bir endi bir ko'rinib kelib, otamni bir hajlarga jo'nata olmay, otam bilan yurib, narsa qilmaganlarimdan afsuslanaman, boshqa hech narsadan afsuslanmayman. Afsuslanayotgan narsam ham yo'q hech qachon. Shu narsani o'ylayman doim lekin. Bugungi kungacha erishgan hamma yutuqlaringiz, mana bugungi kungacha qancha yutuqqa erishgan bo'lsangiz, o'sha yutuqlaringizni erishishingiz uchun nimalardan voz kechib erishgansiz? Hech esla olasizmi? Nimadandir voz kechib yutuqqa erishganlaringizni? Yo'q, eslolmayman. Endi hech narsadan voz kechmaganman endi. To'y ko'pkariga borgan bo'lsam, men maqsadim shu ko'pkariga borgan bo'lsam, hech qachon shu chin ko'ngildan shunday joyga borgandan keyin qattiq xizmat qilishni xohlayman.
yo biror narsadan kechib yo bunday qilamiz, yo bunday qilamiz deb maqsad qo'yib bormayman. Shu bordimmi, shu joyga qattiq xizmat qilishni xohlayman. Endi qayerga borsangiz ham xizmat qilsangiz, menimcha shu yutuq shu deb o'ylayman. Albatta. Bugungi kungacha qanaqa toifadagi insonlarni ko'p uchratdingiz? Bugun sizlarni sayohat va yangi taassurotlar olamiga chorlaydigan Vegas Travel bilan tanishtiraman. Qani ketdik. Vegas Travel bu dunyoning eng mashhur yo'nalishlariga qulay, ishonchli, sifatli sayohatlarni tashkil etuvchi zamonaviy turistik agentlik. Vegas Travel bilan Turkiya, Dubay, Maldiv orollari va barcha Yevropa mamlakatlariga sayohat qiling. Shuningdek, aviachiptalar, mehmonxonalar hamda viza xizmatlarini professional tarzda taqdim etadi. Agar siz unutilmas damni reja qilgan bo'lsangiz, Vegas Travel siz uchun eng to'g'ri tanlov. Vegas Travel, dunyo sizni kutmoqda. Endi insonda hammani fe'li har xilda. Endi sahal fe'li sahalanavroq. O'zingiz yaxshi bo'lsangiz, hamma yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi Siz yakka uchratgan toifadagi, ko'p uchratgan qanaqa toifadagi insonlar sizga ro'baro kelgan hayotingizda? bunday insonlar shu dasturxonga bir joyga o'tirib meni izimdan yomonlagan inson juda ko'p bo'lgan. Juddalar. Shu bir dasturxonga o'tirib kelgan bo'lsam, choy ichgan bizlar shu yo sizda akam bilan yo kimdadir bir boy otvoz bir o'tirib choy ichib narsa qilib kelgan joyimga shu o'zimni og'aynilarim Ilyos yomon, unday ot choyingiz choptirmang, unday qilmang, menga choptiring deb birdan meni yomonlagan inson juda ko'p bo'lgan. Izidan lekin menga u odam hech qachon seni mana bu yomonladi deb aytmagan. Ilyos o'zingni yig'ishtir, shunda izingdan shu o'zing bilan o'tirgan odam shunday dedi, shu odam bilan yurman, lekin kimligini ayta olmayman deb shunday deb aytgan. Men endi kimligini o'zim tushunib olaman-ku. Siringizni sotganmi? Ha, shunday bo'lgan. Siz birovning sirini sotganmisiz? Yo, men jiddiy sirni sotmaganman. Endi misol uchun hazillashib bir oshna og'aynimizga haqiqatni gapirgan kazollikka kirmayapman deb yo oshna og'aynimiz biza hazillashib gurum qilgan bizlardir. Lekin unday jiddiy sir sotmaganman birodar. Onangiz hayotmi? Hayotlar. Onangiz pishirib bergan yoshligingizda qaysi ovqatlarni ko'proq sog'inasiz? Onam ko'pincha atala qilaydi-da. Sutdan, qozonga shularni juda sog'inaman. Shu zo'r. Hozir ham kelsa onamga aytaman, ona shu bitta atala qiling deyman-da. Yoshligingizda sizga tushadi. Ha, shu keyin onam atala qila oladi, atala qiladi. Endi qiladi, baribir onamda kelingiz ham qila olmaydi-da. Onam chiroyligina atala qiladi. Onani ovqatini ta'mi hech qachon bolani og'zidan ketmas ekan-da. Shunday. Yo'q. Yo'q. Falon aka, endi ko'pkari mavzusiga qaytamiz-da. Bugungacha 3 ta siz tan olgan otbozlar sanab bera olasizmi? Siz tan olgan otbozlarni. Otbozlar ko'p. 3 tasini. Endi otbozlarga kelsak, deyarli ot qilib chiqargan otbozlarni aytyapsiz-da. Endi men yaxshi ot chopgan, mana Sanjar raisniki ham kelib yaxshi otlar chopdik. Keyin Deqanotdan Farhod akamning otlarini chopdim. Keyin G'uzordan, Eshonquduqdan ko'plarni Bobur akamning otlarini chopganman yaxshi otbozdan. Yetarli. Siz tan olgan 3 ta yosh polvonlar. Siz haqiqatan zo'r deb tan oladigan. O'zimizni Qashqadaryodan kelsak, umuman olganda mana shu Zangidosh polvonlarisiz, balkim Samarqanddandir, balkim Surxondaryodandir, balkim Qashqadaryodandir.
Ko'tarilgan chetdan chopgan, ha? Umuman ama siz u chavandozda. Ya men Yoshlardan. o'zim yoshlardan o'zimga bir yaxshi chopib kelayotgandan kimlarda aytsam bo'ladi sizga? Yosh yigitlarga ko'p holi bir qiziqib, misol uchun ko'p narsa qilmaganman. Men endi yerdan chopayotganman shahzodlarga, keyin ana undan Taysonlar ham yaxshi. Yerdan chopayotgan chavog'lar, ko'tarilgan chetdan chavayotgan chavog'onlar ko'piga holicha yo'qman. Otni ko'p chiroyli haydolmaydi. Endi lekin shu yuqori zonani yigitlari hammasi ham yakkaboq. Keyin bu chiroqchi, bu sharsabzni, u tomonlarda yerchilari otni takaga yaxshi haydaydi. Keyin endi yosh yigitlardan chetdan chavayotgan, ko'tarilgandan chavayotgan bachalar holi ko'p ko'nglim to'lmaydi. Tushunarli. Siz tanigan 3 ta ustoz polvonlar. Men tanigan ustoz polvonlar ko'tarilgan yerdan hammasi. Farqi yo'q. Men bittasi Jamolxon. Yaxshi ot haydagan, qari bo'lsa ham juda chiroyli haydagan. Keyin ko'tarilgan, chetdan chopgan Zulfiqor Yeshon ham yaxshi chopgan. Endi ustozi o'g'aynimiz u. Keyin chiroqchi Alish akaga ham zo'r ot haydagan, shu vaqtlar bitta ikkita otlar ot qilgan. Evet. Siz tanigan 3 ta bakavul. Endi bakavullar ham ko'pga hozir bakavullar haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Bakavullardanmi? Bakavullardan Assakaga baliqchiman. Yaxshi boradi. Keyin bu yerdan oldinlar yaxshi bakavuldan bizda bir Jobir aka degan bo'laydi, bizlar sahal tortishib qoldik. Ha, u kishi zo'r edi. Keyin bizlar o'zimizdan Shohrat akamiz bor. Shohrat aka deydi, Shohrat aka, u bakavul, shu bakavul, uchta bakavul. Tushunarli. Mana sizga oxirgi savolni bermoqchiman. Zerikib qolmadingizmi? Yo. Mana sizni Qashqadaryoda umuman olganda mana shu voha territoriyasida chavanda sifatida juda ko'pchilik yaxshi taniydi. Kelajakda Ilyos Chobag'onni qanday eslashini xohlaysiz? Nima deb eslashini xohlaysiz? Men endi mana shu savolingizga javob bersam, mana shu savolingiz juda meni qiziqtiradi-da o'zim. O'zim shu savolga qiziqaman. Erta meni nomimdan Ilyos manerga borib, bunday zot olib ketdi, yo chala taylab zot olib ketdi, yo qo'li tiyib tushib ketib zot olib ketdi degan savollar bo'lmasligini xohlab ot chopaman. Erta misol uchun yerda bir 5 yil, 10 yildan keyin yo birov chopsa, so'rasa, misol uchun men Ilyos yo falon, Ilyos bir qo'li tiysa ham zot oldi, yo misol uchun birovni mehnatini ko'yib yo takan taylab ketib qo'lini ko'tarib men zotim deb talash shunday quvdi demasliklarini shuni xohlab javobaman. Shunday qilib o'zimga savol beraman-da. Agar deyman shunday qilib qo'lim tiyib yo bir chavolmay qolsam, shunday qilib birovni kuydirib, shunday qilmasdi, shunday bo'lak bo'lsa, birdan ko'pkanni yig'ishtiraman degan narsalar savol kelgan kallamga. Keyin borib muxlislik qilib, chavonlar yoshlarga borib baliqchilik qilib tomosha qilib kelaman deb niyat qilgan. Xo'p. Demak, sizni kelajakda eng yaxshi chavandoz deb eslashni xohlaysiz. Shunday. Rahmat. Malon aka, yana sizga qanday savollar berishimni xohlovdingiz? Mendan kutuvdingiz. Men o'sha savollarni bermadim. Yo'q, qoniqarli. Yaxshimi? Ha, zo'r. Yo'q, rahmat. Azizlar, mana va'da berganimizdek Ilyos Chobag'on bilan suhbatimiz
bo'lib o'tdi. Agar suhbatimizni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bittadan like bosib, kommentariyalarda fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Agar kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa, keyingi safar Ilyos Chabog'im bilan ko'pkarlarda ko'rishganda juda chiroyli suhbatlarimizni davom ettiramiz. Azizlar, biz bugungi suhbatimizning bosh homiysi Vegas Travel turizm kompaniyasi. Vegas Travel bilan dunyoning barcha mamlakatlariga sayohat qiling. Vegas Travel dunyo sizni kutmoqda. Xayr, sog' bo'ling. Xudoga rahmat sizga.